Bizda sizlar bilan navbatdagi geometrik element, geometrik shaklni, xossalarini o'rganamiz. Geometrik shakllar. Geometrik shakllarning ichida ko'p burchaklar bor. Ko'p burchaklardan bittasini 3 burchak, 4 burchak, 5 burchak va hokazo. Endi bizda o'rgangan navbatdagi shaklimiz geometrik shaklimiz ko'p burchak emas. Bu shakl aylana. Xo'p, birinchi tarafdan boshlaymiz. Qanday shaklga aylanadi? Tekislikda nuqta olingan. Shu nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to'plami mavjud bo'lsa. Tekislikda bitta nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to'plamiga aylana deyiladi. Tekislikda bitta nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to'plamiga aylana deyiladi. Mana bu aylana. Berilgan nuqta aynalarning markazi deyiladi. Berilgan nuqta aynalarning markazi deyiladi. Berilgan nuqtadan aynalargacha bo'lgan har qanday masofa aylananing radiusi deyiladi. Berilgan nuqta aynalarning markazi deyiladi. Berilgan nuqtadan aynalargacha bo'lgan har qanday masofa aylananing radiusi deyiladi. Xo'p, aylana turli xil xossalarga ega. Biz aynalarning xossalarini o'rganish uchun birinchi bo'lib aynalarga tegishli bo'lgan atamalar bilan tanishamiz. Ya'ni aynalar uchun xos bo'lgan bir qancha atamalar bor. Shular bilan tanishamiz. Birinchisini aytdik, aylana radiusi. Aylana radiusi deb markazdan aynalargacha bo'lgan istalgan masofa radius deyiladi. Masalan, markazdan aynalargacha bo'lgan tutashtiruvchi har qanday chiziq aynalar nimasini beradi? Radiusini beradi. Bu birinchi tushuncha, radius. Ikkinchi tushuncha aylananing vatar tushunchasi bor. Vatar. Vatar nima? Aynalarda yotgan ixtiyoriy ikki nuqtani tutashtiruvchi kesmaga aylana vatari deyiladi. Aynalarda yotgan ixtiyoriy ikki nuqtani tutashtiruvchi kesma vatar deyiladi. Aynalar vatari deyiladi. Aynalarda cheksiz ko'p radiuslar, cheksiz ko'p vatarlar mavjud. Lekin vatarlarni uzunligi qanaqadir o'lchov bilan cheklangan. Buni gaplashamiz. Xo'p, agar aynalar vatari aynalar markazdan o'tsa, ya'ni markazdan o'tuvchi vatar bor. Markazdan o'tuvchi vatarga aylana diametri deyiladi. Aynalar diametri markazdan o'tuvchi vatar. Markazdan o'tuvchi vatar bu diametr. Aynalar diametri ikkita radiusga teng. Diametr teng ikkita radiusga. Demak, aynalarning markazdan o'tuvchi vatar nima deyiladi? Diametr deyiladi. Va eng katta vatar ham diametr. Aynalarda eng katta vatar bu diametr. Diametrdan uzunroq vatar yo'q aynalarda. Qolgan har qanday vatarning uzunligi diametr uzunligidan kichikroq bo'ladi. Hop, yana bitta tushunchamiz bu aylana yo'yi tushunchasi bor. Aynalar yo'yi nima? Aylananing ixtiyoriy ikki nuqtasi bilan chegaralangan qismi. Aynalarning ixtiyoriy ikki nuqtasi bilan chegaralangan qismi nima deyiladi? Aylana yo'yi deyiladi. Aynalarning ixtiyoriy ikki nuqtasi bilan chegaralangan qismi yo'y deyiladi. Aynalar yo'yi aynalarning bir bo'lagi. Faraz qiling, aylana qanaqadir bir plasmas buyum, ingichka plasmas buyum. Agar shu plasmas buyumni olib sindirsak, bo'lak-bo'lak qilsak bo'ladi. Shu bo'lakchalar nima bo'ladi? Yo'ylar bo'ladi. Lekin mana shu yo'yni o'lchovlari bor. Yo'yning ikki xil o'lchovi bor. Birinchi aynalarning yo'yi o'lchaymiz gradusda. Ya'ni masalan 60 gradusli yo'y deymiz. İkinci o'lchovi bor, bu aynalarni
yo'yning uzunligi bu. Chunki bu egri chiziq ham qanday uzunlikka ega? Yo'yning uzunligini o'lchaymiz. Mana shu yo'yning uzunligi bizda o'lchanadi. Xo'p. Aynalar yo'yning gradus o'lchovi qanday qilib topiladi? Aynalarning yo'yning gradus o'lchovini topish uchun shu yo'yga oxiri shu yo'yning oxirlari bilan mos tushadigan va uchi aynalar markazida bo'lgan burchakni qaraymiz. Mana shu burchak markaziy burchak deyiladi. Markaziy burchak. Uchi aynalar markazida bo'lgan va oxiri yo'ylarda o'tgan burchak. Shu burchakning o'lchovi yo'yning gradus o'lchovi bo'ladi. Masalan, agar shu burchak alfa bo'lsa, mana shu burchak yo'yni nima deymiz? Alfa gradusli yo'y deymiz. Alfa gradusli yo'y deb ataymiz. Alfa gradusli yo'y. Diametr teng ikkita radiusdir. D teng ikkita R. Yo'yning gradus o'lchovi va radian o'lchovi mavjuddir. Endi savol, yo'yning radian o'lchovi uzunligi qanday qilib topiladi? Xo'p, bu uchun nima qilamiz? Qarang. Mana bu ayna radiusi markaziy burchak alfa. Yo'yning uzunligini topish uchun R ko'paytiramiz alfa. Faqat alfa nimada bo'ladi? Radianda bo'ladi. Radianda. Xo'p, radianda nima degani? Yana bir marta radianni eslashga esga olishga majbur bo'lyapmiz hozir. Lekin menimcha bu xo'p befoyda bo'lmaydi. Xo'p, bitta mana hikoyam bor. O'sha hikoyani aytib beraman. Aytib bergan odamlar esimdan chiqqan ekan. Xo'p, qadim zamonlardan olimlar aynalarning uzunligini topish bo'yicha juda ko'p izlanishlar olib borishgan. Maqsad aynalar uzunligini topish uchun formula yaratish bo'lgan. Aynalar bu shunaqa bir egri chiziqqa o'xshagan narsa, aynalar sig'im narsa. Uni uzunligini aniq o'lchashni formulasini topmoqchi bo'lishgan. Xuddi kesmani uzunligini topmoqchi bo'ladi. Keyin kuzatuv natijasida shu narsa aniqlanganki, shu narsaga e'tibor berilganki, doim aynalarning uzunligi uni diametridan bir xil songa farq qiladigan. Diametrdan. Ya'ni uzunligini ip bilanmi nimadir o'lchashgan, diametrda o'lchashgan va o'sha diametrdan bir xil songa farq qilgan. Aynalar uzunligi bilan uni diametrini farqlantiruvchi son o'sha son taqriban 3,14, 3,15 songa to'g'ri kelavergan. Keyin bu kuzatuvlar bir necha marta qilingandan keyin shunday xulosaga kelishganki, haqiqatan ham aynalar uzunligi uning diametri doim bir xil songa farq qiladi. O'sha sonni qanaqa o'sha sonni doimiy bir xil sonni pi soni deb nomlashgan. Birinchi marta buni payqagan odam Pifagor bo'lganligi uchun Pifagorning ismini birinchi harfi pi son deb nomlangan. Demak, pi son nima? Pi soni aynalar uzunligini diametriga nisbati. Istalgan aynalarda uning uzunligi diametridan pi marta farq qiladi. Shu narsa aniqlangandan keyin, yana bu o'sha aniqlangandan keyin, endi bundan keyin aynalar uzun topish uchun uni biron bir narsani o'lchash kerak emas endi. Endi diametrni bilsak kifoya. Chunki diametrni pi ga ko'paytirsak, butun aynalarning uzunligini topgan bo'lamiz. Chunki bu son tabiatdan o'zgarmas son. Har qanday aynalarda uning uzunligi diametrdan pi marta farq qiladi. Diametrni bilish yetarli. Xo'p, shunday ekan, endi biz sizlar bilan kelajakda agar aynalar uzun topmoqchi bo'lsak, faqat radiusni yoki diametrni bilishimiz yetadi. Chunki diametr ikkita radius degan. Diametr ikkita radius degan. Xo'p, bu shunday ekan, endi aynalar uzun topish uchun formula topilgandan keyin burchakni o'lchash masalasi yanada takomillashgan. Ya'ni maqsad burchakni o'lchash. Hammamiz bilamiz, burchakni biz nimada o'lchaymiz? Gradusda o'lchaymiz. Butun aynalar 360 gradus deb 360 bo'lakka bo'lib bitta bo'lakni 1 gradusda belgilaganmiz.
va burchakning o'lchov birligi gradus deb qabul qilingan. Burchakning o'lchashi yana bitta o'lchov birligi kiritilgan. Bu qanaqa o'lchov birligi? Bu o'lchov birligi quyidagicha kiritilgan. Birlik aynala olingan. Birlik aynala degani radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana. Bir birlik radiusi. Radiusi 1 birligiga aylana olingan. Endi mana shu birlik aynalada markaziy burchak alfa gradus bo'lsa, mana shu alfa gradusga moslagan nima bu? Bu nima bu? Bu nima? Yo'y. Yo'y bu. Bu yo'y alfa gradusli yo'y aynaladi. Hozir biz ana shu alfa gradusli yo'yning uzunligini topdik. Xo'p, buni topish uchun ham mana formula xizmat qiladi bizga. Qanday xizmat qiladi? Agar radiusi 1 ga teng bo'lsa, butun aynalar uzunligi qanchaga teng bo'ladi? Aytamiz. Nimaga teng bo'ladi? 2 pi ga deb aytamiz. Agar butun aynalar uzunligi 2 pi ga teng bo'lsa, alfa gradusli yo'y uzunligi butun aynalar uzunligiga nisbatan proporsional bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Nima degani proporsional bo'ladi degani? Agar masalan shu alfa 90 gradus bo'lsa, demak aynalar uzunligini qanchasini olamiz? Cho'ragini olamiz. Shu uchun yo'lni uzunligini topishni proporsiya qilib topsak bo'ladi. Qanday qilib? Yozamiz. Xo'p, 360 gradusga mos keladigan birlik aynalarda aynalar uzunligi qancha ekan? 2 pi. Yoki butun aynalar 2 pi. 2 pi bu nima bo'ldi? 6,28 bo'ldi. Alfa gradusga mos keladigan yo'yning uzunligi qancha deb x bilan proporsiya qiling. Shunda x teng bo'ldi, 2 pi ko'paytirilgan alfa bo'lingan 360 yoki qisqaradi, pi ko'paytirilgan alfa bo'lingan 180 birlik aynalarda alfa gradusga mos keladigan yo'yning uzunligi bo'ldi. Masalan sizga birlik aynalarda 60 gradusga mos keladigan yo'l uzunligi kerak bo'lsa, pi ni ko'paytirasiz 60 ga, bo'lasiz 180 ga. Necha bo'ladi? Pi taqsim 3. Bu deganiki, radiusi 1 bo'lgan aynalarda 60 gradusli burchakka mos keladigan yo'l uzunligi pi taqsim 3. Bu taxriban 1 dan sal katta. Bir-biriga sal kattaroq uzunlikdagi yo'l mos kelar ekan. Endi mana shu birlik aynalarda alfa gradusga mos keladigan yo'lning uzunligi burchakning radian o'lchovi deb qabul qilingan. Ya'ni burchakning ikkinchi o'lchovi bor ekan. Nima ekan? Radian o'lchovi bor. Shuning uchun biz burchakni o'lchayotganda yo gradus yoki radian o'lchaymiz. Demak, radian o'lchovini biz qayerdan olamiz? Birlik aynalardan olamiz. Birlik aynalarda alfa gradusga mos keladigan burchakning yo'yning uzunligi burchakning radian o'lchovi. Ana formula burchakdan radianga o'tish formulasi bilan. Xo'p. Agar radiusi 1 birlik bo'lsa, 1 birlikka mos keladigan yo'yning uzunligi x bo'ldi. Hozir x deb yozdik-ku. Radian o'lchovi burchagida. Radiusi aynalarda qanday uzunlik mos keladi bo'lsa, r bo'ladi, l bo'ladi. O'sha uzunlik esa r kara alfa bo'ladi. Bu nima degani? Bu deganiki, birlik aynalardan topilgan uzunlik bor-ku, ana bundan keyin masaladan. Shu birlik aynalardan topilgan uzunlikni agar radius 1 emas 10 bo'lsa nima bo'ladi? Faqat shu 10 marta kattaroq bo'ladi. O'sha burchakning radian o'lchovini shunday ko'paytirib qo'ysak, radiusda nima topiladi? Yo'yning uzunligi topiladi. Shunday qilib yo'y uzunligi L kara alfa, agar alfa nimada bo'lsa, radianda bo'lsa. Agar radianda alfa burchak ma'lum bo'lsa, yo'yning uzunligi, chunki birlik aynalarda alfa radiandagi o'lchovini o'zi uzunlik bo'ladi. Qachon radius 1 emas boshqa son bo'lsa, yo'y uzunligi qanday o'zgaradi? Shu r marta o'shada qoladi. Masalan, radius 5 bo'lsa, 5 marta o'shadi. Masalan, misol ko'ramiz. Bitta ayna olamiz. Bitta aynalarda
Hop. Radiusi 8 ga teng bo'lsin. Hop. Markaziy burchagi 75 gradus. Savol: shu burchakka mos keladigan yo'l uzunligini toping. Hozir 8 ni 75 ga ko'paytirib qo'pol xato bo'ladi. Nega? 75 gradusda-ku. Oldin nima qilish kerak? Radianga o'tirish kerak. Bu uchun 75 ni ko'paytiramiz pi ga, bo'lamiz 180 ga. 15 ga qisqartiramiz. 15 ga qisqartirsak 5 pi bo'ladi. 15 ga bo'lsa nech bo'ladi? 1 16 bo'ladi. 5 pi taqsim 16. Hozir bizada 5 pi taqsim 16 bo'ldi. 12 bo'ladi. 5 pi taqsim 12 bo'ldi. Bu nima bo'ldi? 75 ning radian o'lchovi bo'ldi. Ana endi yo'l uzunligini topmoqchi bo'lsak, L topish uchun nima qilamiz? Alfa ni radian o'lchovini 5 pi taqsim 12 ni necha ko'paytiramiz? 8 ga ko'paytiramiz. 4 ga qisqaradi 2. Javob 10 pi bo'lingan 3 bo'ladi. Demak, bu hozir yo'lning uzunligi 10 pi taqsim 3. Endi pi da qolyapti. Ko'pchilik aytadi, pi da qarab tushunsa bo'ladi buni. Pi ni 3 deb olsangiz 10 bo'lar ekan. 3 deb olsangiz. Ya'ni bu deganiki, radius 8 bo'lsa, 8 birlik bo'lsa, 75 gradus bo'lsa, shu yo'lning uzunligi qancha bo'ladi? Taqriban 10 dan kattaroq son bo'ladi. 10 bo'ladi agar 3 deb olinsa. Aniq hisob kitob qancha bo'ladi? 10 pi taqsim 3 bo'ladi. Shunday qilib, bizada yo'l uzunligi topish formulasi bor ekan. Yo'l uzunligi L kare alfa. Alfa markaziy burchakning radian o'lchovi. Bularni gaplashib bo'ldik. Keyingisi hop, urinma va kesuvchi deb yoziladi. Urinma va kesuvchi. Aynalarda urinma bor va kesuvchi bor. Hop, urinma va kesuvchi. Birinchisi, urinma aynalar bilan bitta umumiy nuqtaga ega bo'lgan to'g'ri chiziq. Urinma aynalar bilan bitta umumiy nuqtaga ega bo'lgan to'g'ri chiziq. Urinma deyiladi. Mana bu urinma. Aynalarda cheksiz ko'p urinma o'tkazish mumkin. Aynalar bilan bitta umumiy nuqtaga ega bo'lgan to'g'ri chiziq. Urinma deyiladi. Avval sayt qo'yiladi. Aynalarni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq, kesuvchi deyiladi. Mana kesuvchi. Aynalarni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq, kesuvchi deyiladi. Endi savol sizlarga, mana to'xtab olamiz. Aynalar tashqarisidan. Aynalar tashqarisidan aynalarga nechta urinma o'tkazsa bo'ladi? Cheksiz. Nechta o'tkazsa bo'ladi? Cheksizmi? Qarang, o'tkazilgan cheksiz? Qancha cheksiz? Nima qarang, ayni. O'zi ikkita o'tadi. To'g'ri? Bitta o'tadi. Ana bu ikkinchisi. Uchinchi urinma qani? Boshqa urinma o'tkazilmaydi. Kesuvchi cheksiz o'tkazsa bo'ladi. Lekin urinma nechta bo'ladi? Ikkita. Endi keyingi savol. Shu nuqtadan aynalargacha bo'lgan eng qisqa masofani qanday qilib topamiz? Markazdan. Shu nuqta bilan aynalar markazni to'shtiramiz. Nuqtadan aynalar markaziga o'tuvchi kesuvchi o'tkazgan. Shu kesuvchi aynalarni kesdi. 2 nuqtada kesdi. Ana endi MA nuqtadan aynalargacha eng qisqa masofa. MB-chi eng uzun masofa. Qoida quyidagicha. Mana bu aynalarga urinma o'tkazilgan bo'lsa, urinish nuqtasiga o'tkazilgan radius urinmaga perpendikulardir degan qoida bor. Aynalarda burchaklardan boshlaymiz. Aynalarda qanaqa burchaklar bor? Diqqat qilamiz. Aynalarda burchaklar desak, eng birinchi burchagimiz bu markaziy burchak. Markaziy burchakning ta'rifi. Uchi aynalar markazida bo'lgan va tomonlari radiuslardan iborat bo'lgan burchak markaziy burchak deyiladi. Markaziy burchak o'zi tiralgan yo'y bilan o'lchanadi.
Ya'niki bu yo'yning gradus o'lchovi nima bo'lsa, markaziy burchak ham shu bo'ladi. Bu teskarisi. Markaziy burchak nechi bo'lsa, yo'lning gradus o'lchovi ham o'sha bo'ladi. Bu yo'y butun aynalar yo'yining qanday qismi bo'lsa, demak uning gradus o'lchovi 360 o'sha qismi bo'ladi proporsional ravishda. Masalan, shu yo'yning uzunligi butun aynalar uzunligi 5 dan qismi bo'lsa, 360 ni 5 ga bo'lamiz, necha bo'ladi? 72 mi? Demak, yo'yimiz 72 gradusli yo'y bo'ladi. Agar yo'yimiz 72 gradus bo'lsa, markaziy burchak qancha bo'ladi? 70. Markaziy burchagimiz ham 72 gradusga teng bo'ladi. Demak, aylana markaziy burchak o'zi tiralgan yo'y bilan o'lchanadi. Markaziy burchak uch aylanalarda bo'lgan, tomonlari radiuslardan iborat bo'lgan burchak. Davom etamiz. Keyingi burchagimiz bu aynalarda ichki chizilgan burchak. Xo'p, qanday burchakka ichki chizilgan burchak deymiz? Uchi aynalarda yotgan, va tomonlari vatarlardan iborat bo'lgan burchakka biz ichki chizilgan burchak deymiz. Uchi aynalarda yotgan va tomonlari vatarlardan iborat bo'lgan burchak. Bu qanaqa burchak ekan bu? Markaziy burchak. Markaziy burchak uchi aynalarda yotgan va tomonlari vatarlardan iborat bo'lgan burchak. Markaziy burchak o'zi tiralgan yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. Demak, agarda bu alfa bo'lsa, yo'limiz markaziy burchak alfa taqsim 2 bo'ladi. Demak, ichki chizilgan burchak o'zi tiralgan yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. İçki chizilgan burchak o'zi tiralgan yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. Aynalarga ichki chizilgan burchak o'zi tiralgan yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. Chizilgan burchak. Keyingisi aynalarda bitta yo'lga tiralgan ichki chizilgan burchaklar o'zaro teng. Aynalarda bitta yo'lga tiralgan ichki chizilgan burchaklar o'zaro teng. Aynalarda bitta yo'lga tiralgan ichki chizilgan burchaklar o'zaro teng. Sababi ikkalasi ham o'sha yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. Aynalarda bitta yo'lga tiralgan ichki chizilgan burchaklar o'zaro teng. Diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak to'g'ri burchakdir. Diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak to'g'ri burchakdir. Diametrga tiralgan ichki chizilgan burchak to'g'ri burchak. Keyingi burchagimiz bu aynalarga tashqi chizilgan burchak. Aynalarga tashqi chizilgan burchak. Aynalarga tashqi chizilgan burchak. Tashqi chizilgan burchak. Xo'p, aynalarga tashqi chizilgan burchak qanaqa bo'ladi? Uchi aynalar tashqarisida bo'lgan, tomonlari urinmalardan iborat bo'lgan burchakka aynalarga tashqi chizilgan burchak deyiladi. Aynalarga tashqi chizilgan burchakni uzunligini topmoqchi bo'lsa, mana burchak alfa bo'lsa, bu yo'y alfa bo'lsa, yo'q, bu yo'y alfa bo'lmaydi. Ana burchak agar kelmay qilamiz. Ana bu yo'y alfa bo'lsa, tashqi chizilgan burchak 180 minus alfa bilan topiladi. Ya'ni 180 dan mana shu yo'lning gradus o'lchovini ayiramiz. Shunda aynalarga tashqi chizilgan burchak topiladi. Isbot oddiy. Bu 90 gradus bo'lishi sababi urinmaga o'tkazilgan radius urinmaga perpendikulyar. Mana bu yo'y agar alfa bo'lsa, markaziy burchak ham alfa bo'ladi. Endi bu 90
180. Bu ikkalasi ham 180 ha? Demak bu alfa bo'lsa bunga qancha qoladi? 180 plus alfa qoladi. Keyingi burchagimiz bu. Xo'p. Aynalarda kesishuvchi vatarlar orasidagi burchak. Aynalarda ikkita kesishuvchi vatarlar olamiz. Mana shu kesishuvchi vatarlar orasidagi burchakni topishimiz kerak. Mana bu burchakni topishimiz kerak. Bu burchakni x deb olaylik. Agar bu burchak x bo'lsa, mana bu yo'l alfa, bu yo'l esa beta bo'ladi. Bu yo'l beta bo'ladi. Bu nokta f. X topmoqchi bo'lsa, alfa qo'shamiz beta taqsim 2. Ikkita kesishuvchi vatar orasida burchakni topmoqchi bo'lsa, mana bu alfa, bu beta. Alfa va betani qo'shib ikkita bo'lamiz. Shunda kesishuvchi vatarlar orasidagi burchakni topamiz. Ikkita burchagimiz kesishuvchi vatarlar orasidagi burchak. Mana bu yo'llarni qo'shib ikkiga bo'lsak, mana bu yo'l burchak kelib chiqadi. O'sha bu 40 gradus bo'ladimi? 40 gradus bo'ladi. Chunki mana bu ikkita kesishuvchi vatarlar orasidagi burchak, ikkita yo'lni qo'shib ikkiga bo'lganmiz. O'sha bu shunday bo'ladi. Endi ana bu burchagimiz ichki chizilgan burchak. İchki chizilgan burchak o'zi tiralgan yo'lning yarmi bilan o'lchanadi. O'sha bu alfa necha bo'ladi? 20. 40 ni yarmi 20 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda yana 3 ta qoida aytmoqchidim. Shu qoidani qayta aytaman, qarang. Ana qoida aytmoqchidim. Mana. Tashqaridagi nuqtadan bu ikkita uruq o'tkazadi. Bu burchakni aynalarga tashqi chizilgan burchak deymiz. Ikkita qoida aytamiz. Shu 3 ta qoida aytamiz. Birinchi qoida. Burchak uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar tengdir. Tushunyapsizmi? Burchak uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar tengdir. Keyingisi, agar nuqta bilan aylana markazini tutashtirsak, mana bu kesma, burchak distrissiyasi bo'ladi. MO burchakning distrissiyasi bo'ladi. Tushundingmi? Agar burchak o'sha tashqi turgan burchakning uchi bilan markalashsa, distrissiya bo'ladi. MO distrissiya. Uchinchi qoidamiz. Xo'p, mana bu radiuslar ana ikkita burchak ham o'zaro teng bo'ladi. Har bittasi 90 ayrilgan alfa taqsim 2, 90 ayrilgan alfa taqsim 2. Demak, yana qayta aytamiz. Birinchi, aynalarga tashqi chiqilgan burchak bo'lsa, burchakning uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar teng ekan. Ikkinchi qoida. Burchak uchi bilan aylana markazini tutashtirsak, bu burchakning distrissiyasi bo'ladi. Burchak tenglikka bo'ladi. Tushundingmi? Endi ana bularni 90 gradus bo'lishini aytib bo'ldik o'sha. Nimaga 90 gradus bo'lyapti? Urinish nuqtasiga o'tkazilgan radius urmaga perpendikulyardir. Va bundan tashqari ana bu ikkita burchak ham teng bo'ladi. 90 alfa taqsim 2, 90 alfa taqsim.